Bir shifokor hikoya qiladi. Mening bir bemorim bor edi. U yoshgina qiz bo'lishiga qaramasdan saraton kasalligiga chalingan. Uni davolashga uzoq vaqt davomida bor imkoniyatlarimizni ishga soldik. Natijalar yaxshi bo'layotgan edi. Shu holda kamida 5 yil yaxshi parvarish qilinsa, davolanishiga umidimiz bor edi. Oradan 4 yil o'tib, u mendan boshqa uzoq shaharga qarindoshlarnikiga borib kelishga izn so'radi. Avvaliga ruxsat bermadim, lekin qattiq yalingandan so'ng yo'q deya olmay, samolyotda borish sharti bilan rozi bo'ldim. Qiz bo'lsa chipta topa olmay, avtobusda yo'lga chiqibdi. Avtohalokat tufayli 6 soat sovuqda qolib ketgan. Shamollash suyak va boshqa a'zolariga o'tib ketgan ekan. Uni uyga olib keldik. Judayam oz umri qolgan edi. Kerakli dorilarni qabul qilib yotar ekan, men har kuni undan xabar olardim. Hatto gapira olmay qolgandi. Arang bo'g'inlarni chiqarardi. Rahmim kelib unga ba'zan bildirmasdan yig'lab olardim. Bir kuni u "Men sizdan xafaman" dedi. "Nega bunday deyapsan?" deb so'radim. Menga islomni o'rgatmabsiz degan ma'noda arang so'zladi. O'zimni aybdor his qildim. Aytdimki, buni chin qalbdan o'rganish kerak-da. U bo'lsa iltimosli qarash bilan o'rgating dedi menga. Shundan boshlab bilganimcha bir chekkadan iymon va islom tushunchalarini o'rgata boshladim. Bir kun u shunday deb qoldi: "Men o'lim vaqtida nima deyishim kerak?" Unga quyidagicha javob berdim: "Senga shahodat kalimasi qiyinlik qiladi. Alloh, Muhammad desang yetarli" dedim. "Shunday qilsam jannatga kiramanmi?" "Inshaalloh, albatta jannatga kirasan." Biroz vaqt o'tgach, kechki payt unga qarab turadigan ayol telefon qilib, odatiy uyqu dorisini ichmayotganligidan shikoyat qildi. Undan xabar olish uchun tezda uyga bordim. Nima uchun bunday qilayotgani haqida savol berganimda, javobidan ko'zim yoshlandi. Uxlayotgan vaqtimda o'lim kelib qolsa, Alloh, Muhammad deya olmay qolaman-ku. Ko'z yoshlarimni tiyib tura olmadim. Chunki bu kunlar uning so'nggi kunlari edi. Menga esa oxirgi marta Azroil qanaqa ko'rinishda bo'ladi deb savol berdi. "Qo'rqmagin. U bir farishta, senga chiroyli suratda ko'rinadi" deb javob berdim. Ertasiga undan xabar olish uchun shoshib uyga bordim. Afsuski kech qolibman. Vidolashish nasib etmadi. Ko'zim yoshlandi, ammo bir ayol oldimga kelib, uning qanday vafot etganini aytib berganida, oldingidanda qattiqroq va uzoqroq yig'ladim. Ayol aytdiki, mo'jiza ro'y berdi. U birdan o'rnidan turib tahorat qildi. Bizning voy-voylarimizga qaramasdan joynamoz solib 2 rakat namoz o'qidi. Keyin esa o'rniga yotdi. Agar doktor amakim kelsalar, aytib qo'yinglar. Azroil alayhissalom u kishi aytgandan ham go'zalroq ekan. Bu hikoyadan juda ham ko'plab ibratlar olish mumkin. Alloh taolo hammamizga chiroyli xotima hamda Azroil alayhissalomni go'zal suratda ko'rishlikni nasib qilsin. Amin.